Qurbon hayit bayramida hasibni o'zgacha retsept bilan sochli mazali, eng muhimi esa mutlaqo hidsiz pokiza qilib tayyorlash uchun suv, qatiq, tuzni aralashtirib yuvilgan qo'y ichagini to'ldirib, har ikkala tomonini bog'lab, yoqimsiz hidlari yo'qolib tozalanishi uchun 1 soatga salqin joyga qo'yib qo'yamiz. O'pkani kekirdegini olib tashlab 15 daqiqa qaynatib olib, o'pkani yog' va qattiq joylardan tozalab olamiz. O'pka, go'sht, qorataloq va sabzavotlarni maydalab, mesorobkadan o'tkazib, birlashtirib olib, guruch, tuz, ziravorlar, suv va pista yog'i qo'shib, yaxshilab aralashtirib qiymani tayyorlab olamiz. Qo'y ichakni qatiqdan bo'shatib, yana bir marta oddiy suv bilan chayib olib, ichakni qiymalashni boshlaymiz. Hasib qaynaganda guruchlari ishib, hasibni yo'vormasligi uchun ichaklarni biroz bo'shroq qiymalaymiz. Hasibni qaynab turgan suvda past olovda uzog'i 1,5 soat davomida qaynatib olsa, yumshoq, sochli, mazali, muhimi esa pokiza va mutlaqo hidsiz hasib tayyor bo'ladi. Nasib qilsa hasib yeysan deganida yaqinlaringiz uchun bayram kunlari albatta tayyorlab ko'ring.